Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Toshkent shahridagi Qo'yliq bozori yonida shubhali tarzda to'xtab turgan Lacetti rusumli avtotransport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashovchi 1968-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs boshqaruvidagi avtomashinada 1984-yilda Denov shahrida tug'ilgan, hozirda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro ham borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, avtomashina salonida bo'lgan yelim idish ichida 30 dona o'ramda jami 34 kilogramm 610 gramm og'ir turdagi giyohvandlik vositalari, jumladan 12 kilogramm 960 gramm opiy va 21 kilogramm 650 gramm gashish moddalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Ta'kidlash lozim, bunday turdagi giyohvandlik vositalari mamlakatimizga xorijdan kontrabanda yo'li bilan olib kelinadi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, ko'rdinglar, 20 dona dumaloqqa o'ralgan, jigarrangli o'tkir hidli nimsimon modda, 10 dona bu ham dumaloq qilib o'ralgan saqishsimon modda olindi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 28 orqali 246-moddasi 2-qismi va 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari doirasida ularning jinoiy sheriklarining shaxsini aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.